Mana bizni Amir ukamiz dacha ishga yubordi. Alloh rozi bo'lsin Amirjon, ishlaringga omad. Mana xona. Mana er xotinga televizor, shkafchasi. Mana ikkita xonasi bor. Xohlaganingga kirib yotaver deyishdi. Mana bu o'zim xonam. Mana shkafchalari, divan. Issiqgina uylar, sharoiti zo'r. Garajning ustida. Mana bu razvalkasi koridor, mana kuxnya. Stol. Mana hamma sharoitlari bor. Duxovkalargacha ishlayapti. Mana xolodilnik. Kamerali. Mana bu dush, tualeti bilan. Mana bu sharoitlari zo'r. Rahmat Amirjon, ishlaringga omad. Alloh rozi bo'lsin sendan. Ishlaringga omad.